Hurmatli kuzatuvchilar, Pahlavondan kvartira so'ragan mijozlarimiz uchun Pahlavonda joylashgan mana shu 4-domda 3 xonali kvartira sotuvga qo'yildi. Ushbu kvartiramiz birinchi etajda joylashgan, oldi taraf ham, orqa taraf ham огород. Old tarafiga mana shunaqa chiroyli garajlarni qilib qo'yilgan ekan. Kvartiramizni arendaraga keladigan bo'lsak, bu tomondan Dr. Familydan chiqib kelsak ham bo'ladi, bu tomondan tez yordam tarafga chiqib ketsa ham bo'ladi. Hozir kvartiramizni obzorni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu kvartiramizga ham kirib keldik. Kvartiramizga kirib kelishimiz bilan mana shunaqa kengina koridorchasi bizni kutib oladi va bu tomonda chiroyli kiyim ilish uchun garderoblarni qilib qo'yilgan ekan. Ushbu kvartiramiz aytib o'tganimdek 3 xona va birinchi xonamiz bilan tanishib chiqamiz. Bu birinchi xonamiz, bu asosiy, ya'ni mehmonxonamiz bo'ladi. Mehmonxonamizda mana shunaqa keng, chiroyli holatda qilib qo'yilgan ekan va bu tomonda balkonlar ham bor. Bu yerdan chiqib kelganimizda spalniy xonamiz bo'ladi. Spalniy xonamiz ham mana shunaqa chiroyli mebellar bilan jihozlab qo'yilgan ekan. Ushbu kvartiramizda hamma jihozlari yangi, hali hech kim yashamagan. Spalniydan chiqib kelishimiz bilan o'ng tarafda mana shunaqa yana bitta xonamiz bor. Ushbu xonamizni detskiy xona qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Va bu tarafimizda hojatxona hamda sanuzellarini alohida xonaga joylashtirilgan ekan. Bu yerning remontlari yangi holatda topshirilgan, hali hech kim yashamagan. Sanuzeldan chiqib kelishimiz bilan bu tarafda oshxonamiz joylashtirilgan. Oshxonamiz ham mana shunaqa chiroyli mebel jihozlariga ega. Hamda kvartiramizning isitish tizimlarini mana bu yerga montaj qilingan ekan. Bu tarafda aristonlar ham bor. Kvartiramiz to'liqligicha to'pli-pol qilingan. Kvartiramiz obzorini ham to'liqligicha ko'rib chiqdik. Ushbu xonadonimizning kommunallariga keladigan bo'lsa, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Hujjatlari 100% joyida. Narxlarni kelishuv asosida mana bu yerda egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Namangan uy-joy kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.